shaytondan himoya. Ya'ni tavakkul qilishlik Allohga shaytondan himoyalanishga sabab bo'ladi. Bunga dalil Alloh taolo bir oyatida aytadiki: "Innahu laysa lahu sultanun alallazina amanu va ala robbihim yatawakkalun." Robbilariga iymon keltirgan va tavakkul qilgan kishilarni ustida shaytonning hukmronligi yo'q dedi Alloh taolo. Shaytonning hukmronligi yo'q ekan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bir hadisda uydan chiqib ketganda shunday deb aytsin deb o'rgatganlar. Uydan chiqib ketayotgan paytdagi zikr bu. Bismillah tavakkaltu alalloh va la havla va la quvvata illa billah. Allohning ismi bilan panoh tilayman. Allohgagina tavakkul qildim. La havla va la quvvata illa billah degani ahvolimning o'zgarishi yo'q, ya'ni meni holatimning o'zgarishi yo'q illoki